Yaqinda labini filler qildirmoqchi bo'lgan ayol qizlarimiz uchun 5 ta maslahat. Birinchisi, ko'p yillik tajribaga ega professional kosmetolog tanlashingizni tavsiya qilaman. Skidkalarga, chegirmalarga ishonib, labingizni arzonchi kosmetologlarga topshirib qo'ysangiz, bu labingizni migratsiya, ishish, ko'karish, hattoki yiringlashga va asimetriya buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, muolajadan 48 soat oldin tabletka va alkogol iste'mol qilish to'xtatiladi, chunki bu otsok yoki labbi ko'karish holatlariga olib kelishi mumkin. Uchinchisi esa, tadbir va marosimlardan bir hafta oldin bu muolajani olishingizni tavsiya qilaman, chunki otsok va ko'karishlar qaytishi uchun bir hafta vaqt kerak bo'ladi. To'rtinchisi, arzon filler. Siz labingizga arzon fillerlardan foydalanganingizdan so'ng labingizda migratsiyalar kuchayishni boshlaydi va yiringlaydi. Siz uni kerakli modda bilan erittirgan taqdiringizda, sizga toza filler qo'yib bergan taqdirimda ham labingizni o'zini holatiga qaytishi juda qiyin bo'ladi. Beshinchisi, siz aynan shu muolajani olgan bo'lsangiz, endi olmoqchi bo'lgan ayol qizlarimizga kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiring.